psixologik o'rgatasi bu lop nimasi? Agar biz bir xil ishni qayta qilishimiz kerak bo'lsa, masalan, 1 dan 10 gacha raqamlarni chiqarmoqchi bo'lsak, har safar yozib o'tirmaymiz. Biz for lopidan yozishimiz mumkin. Mana for bir nechta marta aylanishdan oldindan olish ma'lum bo'lsa ishlatiladi. Shuni ma'lum bo'lsa, biz buni tekshirib ko'ramiz. Python Welcome izlama nazariya ko'rishimiz bizda nima qiladi? Range 5 0 dan 4 gacha bizni sonlarni chiqargan ekan. Bizning jami 5 ta. Mana bu kiritamiz. Bu 5 gacha 0 dan 5 gacha 4 gacha sonlarimizni natijasini chiqaradi. 5 marta takrorlanar ekan. Yana bir misol. Birinchi salom 5 marta chiqar ekan. Whale to'p esa shat rost bo'lsa ishlaydi. U true false da ishlatiladigan narsa bo'lsa kerak. Necha marta aylanishni oldindan ma'lum bo'lishi mumkin. Misol uchun I teng 1 whale I teng 5 ta I plus teng 1. Tushunish I 1 dan boshlanadi. I katta bo'lsa davom etadi. Har aylanishda I 1 bo'lib boradi. Agar I plus 1 bo'lmasa, cheksiz loop bo'lib qoladi ekan. Bizda break loopni butunlay to'xtatadi. Biz mana for ishlatyapmiz. Bu yerda bizdan 1 dan boshlab 10 gacha sonlarni chiqarib ber deb yozyapmiz. Esa if I teng 5 break qilyapmiz. Bu yerda mana to'xtatyapti va print I qilyapmiz. Mana bu yerdan 1 dan 4 gacha chiqarib beryapti. I teng bo'lganda loop to'xtaydi ekan. Mana bu yerda ikkita barobar belgisi bo'lsa, bizda to'xtar ekan. Shuni break misolida ko'ryapmiz. Continue faqat bitta aylanishni tashlab ketadi va loopni davom ettiradi. Misol uchun for I in range ichida for I 3 gacha chiqadi. Continue print I. Bizda 3 ni tashlab ketyapti. 3 chiqmaydi, lekin loop davom etadi. Mana bizda qisqacha xulosa buyruqlar bizda 4 ta looplardan bor ekan. Bizda vazifasi ma'lum miqdorda aylanish, shart rost bo'lsa aylanadi. Masalan, Tesla'da tushishi mumkin. Whale shartingiz rost bo'lsa keyingi joyga o'tadi, bo'lmasa shu yerda to'xtaydi. Bir aylanishda tashlab ketadi. Bu yerda xatoliklar serverlarga bot yoki kanal qilingan botlarda xatoliklar ishlatiladigan joylarda ishlatiladi. Continue desam. O'zini misol nima berishini sodda misol tasavvur qiling. O'qituvchi salomni 5 marta aytadi. Sen har safar alohida aytib o'tirmaysan. Sen bitta qoida aytasan, 5 marta takrorlanadi. Mana shu takrorlash loop deyiladi.
Loblar o'zi takrorlovchi vazifasida egar ekan. Masalan, print deb aniqlamoqchi bo'lsak, print 5 nuqtasi bu yerga loblardan foydalanib 5 marta salom buyrug'ini chiqarishimiz mumkin ekan. Bizda Python turlar ikkita ekan. Pythonda asosan 2 xil loblar bor: for va while. Qachon nechta marta aylanishi ma'lum bo'ladi, qachon to'xtatishni shartiga bo'lar ekan. Loblar haqida ko'proq ma'lumot uchun YouTube kanallar YouTube'da bor. Darsimizni shu yerda tugatsak ham bo'ladi.